Yana yoqdim men. Ichida ketganmi? Yarmim chala qolgan edi. Yana qo'moqdim. Hali bugungi meni o'tibdi. Qo'shmaylar. Mana bir hatta qo'shmayman. Hozir qishloqlar kelishimga. Qatib qilaman. Qo'lga chiroq tolaman, yuguraman endi. Avval kerak. Kravatni beraman. Sen benim şu yerga joylashdim. Voy belim. Juda so'q bo'pti bittan so'qni ko'targan. Shunday. Men shu uchaman deb joy qilgan edim. Mayli. Hozir qishloqqa ketdim. Qishloqlar hammasi qochib ketgan. Qayoqadir. Hozircha men unisini bilmayman. Salom do'stlar, men yana kechagi bu Minecraftning hozir olayotgan Minecraftning do'sti Diyorbekman. Xo'sh, biz hozir qishloqqa borishimiz kerak. Biz qishloqni topdik do'stlar, uyimiz esa mana bu yerda. Biz yana uyimizga qaytib kelamiz. Biz bitta dona eshik uchun do'stlar qishloqqa uchun pechka va eshik uchun qishloqqa qaytyapmiz. Va men yo'lda bitta qishloqimni merimni uchratib qoldim, unga salomlashmay o'tib ketaveraman. U endi menga begona. Qishloqdan haydab yuborgan meni. Bu yerda meni qishloqqa kiruvchi yashirin yo'lim bor. Biz hozir meni uyim mana bu yerda eski uyimni biror birda narsalar bilan qo'shaganman. Hozir uyimni buzib olishim kerak. Va buzdim. Biz tepaga chiqaylikchi, hech narsa yo'q bu yerda. Xo'sh, bizga pech kerak, ammo pechni qayerdan olsak bo'ladi? Aytgancha meni uyim bor-ku, o'sha yerdan olamiz. Hozir men uyga boraman. Mana mening uyim. Men uyimda bundan bor, to'g'ri, ammo menga olmalar kerak bo'ladi va menga albatta ko'mir kerak bo'lishi kerak. Xo'sh, menga ko'mir menda joy yo'q. Shuning uchun menda narog'da kravat bo'lgani uchun kravatimni olib tashlayman. Xo'sh, bunimni qo'shib olaman, va ko'mirni ham olib olaman va menga yetadi. Oldin menda yer osti bo'lgan edi. Bu yerda men oltinlarimni saqlar edim, ammo hozir men bu yerda buzib ketdim. Oldimda narsalarim bor, ammo hozir menga pech kerak. Bu yerdan pechlarimni qayergadir olib ketishgan shekilli. Ha, mana pechim. Pechni olib olishim zarur. Pech uchun joy yo'q. Shuning uchun yer bo'libni olib tashlaymiz. Lavaga otib yuboramiz. To'g'ri, nega uchun yer blokni otyapsan deyishlaring mumkin.